Assalomu alaykum, hurmatli o'rganuvchilar. Bugungi darsimizda biz siz bilan JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilar haqida gaplashamiz. Xo'p, o'zgaruvchi bu nima o'zi? O'zgaruvchi haqida tushuncha berishdan oldin keling bir misolni ko'rib chiqaylik. Faraz qilaylik, siz dasturingizning bir nechta joyida biror bir qahramoningizning ismini chiqarishni xohlaysiz. Faraz qilaylik, uzr, konsol 5 ta joyda siz xuddi shu Kamol ismini chiqarishingiz kerak. Agar siz erinmasangiz, mana shunday tarzda 5 marta Kamol so'zini chiqarishingiz mumkin. Mana 5 marta Kamol so'zi hosil bo'ldi. Lekin keyinroq aytaylik, Kamol o'rniga Jamol so'zini chiqarish kerakligi aniqlanib qolsa, unda siz mana shu Kamol so'zlarining barchasini Jamol qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Mana shunday tarzda. Endi ishlatib ko'rsak, mana 5 marta Jamol so'zi hosil bo'ldi. Lekin bu kabi yondashuv ozroq marta ishlatilganda to'g'ri kelishi mumkin. Ko'p marta ishlatilganda esa bir nechta muammolarga olib keladi. Birinchidan, har bitta o'zgartirish kerak bo'lgan joylarni topib, o'zingiz qo'lda o'zgartirib chiqishingiz kerak. Bu sizdan bir qancha vaqtni, diqqatni talab qiladi. Qolaversa, siz tuzatish jarayonida qaysidir bir ism o'zgarmasdan e'tibordan chetda qolib ketishi ehtimoli ham yo'q emas. Shuning uchun bunday muammoni boshqacha hal qilamiz, ya'ni o'zgaruvchilar yordamida hal qilamiz. O'zgaruvchilarni let so'zi yordamida yaratiladi. Keling, letga my name degan bir o'zgaruvchi yaratishni buyuramiz va unga yuqorida ko'rganimiz kabi Kamol deb qiymat beramiz. Va keyinchalik biz istalgan marta shu o'zgaruvchiga murojaat qilishimiz mumkin. Mana bu yerda bir marta murojaat qildik. Yana dasturimizni istalgan joyida necha marta xohlasak murojaat qilishimiz mumkin. Va agar yuqorida ko'rgan misolimizdagi kabi o'zgartirish Kamol o'rniga Jamol bo'lishni xohlasak, keling avval dasturimizni bir ishlatib, ishchi holatda ekanligiga ishonch hosil qilamiz. Mana dasturimiz 5 marta Kamol so'zini chiqardi. Endi Kamol o'rniga Jamol bo'lishi kerak bo'lsa, biz faqatgina mana shu o'zgaruvchiga qiymat berilgan joyda bir martagina o'zgartirishimiz yetarli. Endi ishlatib ko'ramiz. Mana Jamol bo'ldi. Demak, biz bu yerda nima qildik? Avval o'zgaruvchi yaratdik va unga Kamol degan qiymatni berdik. Keyin esa o'zgaruvchining qiymatini Jamol bilan almashtirdik. Demak, bu yerdan shu ko'rinadiki, o'zgaruvchiga berilgan qiymat bu doimiy emas ekan. O'zgaruvchi o'zi nomi o'zgaruvchi ekanligidan ham bilinib turibdi, uni qiymatlari o'zgarib turishi mumkin ekan. Buni quyidagi rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdagi birinchi rasmimizda biz message degan o'zgaruvchi yaratdik. Endi rasmda sizga shunday tushuntirishga harakat qilyapmizki, o'zgaruvchi bu nomlangan bir quti va u qutining ichiga siz turli xil ma'lumotlarni, ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, qiymatlarni joylashtirishingiz mumkin. Demak, birinchi rasmimizda biz message degan quti, ya'ni o'zgaruvchi yaratdik va uning ichiga hello degan qiymat, ya'ni ma'lumotni joyladik. Endi ikkinchi rasmimizga e'tibor qiling. Ikkinchi rasmimizda esa xuddi shu message nomli o'zgaruvchi, ya'ni qutimizdan hello so'zimiz olib tashlanyapti, ya'ni o'chirilyapti-da, uning o'rniga boshqa qiymat, ya'ni boshqa ma'lumot shu qutiga solinyapti, ya'ni o'zgaruvchiga o'zlashtirilyapti.
o'zgaruvchini bu yerda biz dastlab yaratdik. Let my name buyrug'imiz bilan o'zgaruvchini yaratdik va shu yerni o'zida teng, ya'ni o'zlashtirish belgisi yordamida unga kamol qiymatini berdik. Ya'ni qutbi my name qutisiga kamol degan o'zgaruvchi qiymatini joyladik. Bunday qilish majburiy emas. Ya'ni siz shunchaki o'zgaruvchini yaratish imkoniyatiga ham egasiz. Ya'ni let my name degan buyrug'imizni o'zi bu ma'noga ega. Ya'ni biz bu yerda o'zgaruvchi yaratdik, lekin hali unga qiymat bermadik. Lekin bu unchalik ham yaxshi ish emas. Aytaylik, keyinchalik siz bu o'zgaruvchiga qiymat bermaganingiz esingizdan chiqib, unga murojaat qilishingiz mumkin. Unday holda ishlatib ko'ramiz. Undefined, ya'ni aniqlanmagan, tavsiflanmagan degan javob kelib chiqdi. Demak, biz o'zgaruvchi yaratdik, lekin unga qiymat bermaganimiz uchun uni chiqarish buyrug'ini berganimizda mana shunday undefined qiymati hosil bo'ldi. Xo'p, endi o'zgaruvchini nomi haqida gaplashaylik. Keling, bu muammoni avval bartaraf etib qo'yaylik. Let my name yordamida o'zgaruvchi yaratdik. Undan keyin my name ga qandaydir qiymat berdik. Va endi dasturimizni ishlatib ko'rsak, muammosiz biz bergan qiymatimiz hosil bo'ldi. Endi o'zgaruvchini nom berish haqida ozroq gaplashaylik. O'zgaruvchiga qanday nomlar berish mumkin? O'zgaruvchining nomi har qanday lotin alifbosi harflari, raqamlar, keling bu yerga yozamiz. Lotin harflari, raqamlarni bilamiz. 0, 1, 2, 3 va hokazo 9 gacha. Mana shu raqamlardan foydalanishimiz mumkin va tag chiziq hamda ampersand, dollar belgisidan foydalanishimiz mumkin. Faqat o'zgaruvchini nom berayotganimizda u mana bu 0, 1, 2 ya'ni raqamlardan boshlanishi mumkin emas. Ana shu qoidalarga rioya qilgan holda siz o'z yaratmoqchi bo'lgan o'zgaruvchilaringizga istalgan nomni berishingiz mumkin. O'zgaruvchilarni, ya'ni ularning qiymatini o'zgartirishda bu yerdagi mana bu jamolni o'chirib, o'rniga kamol yozish shart emas. Dasturingizni ma'lum bir qismidan keyin unga qaytadan nom berish imkoniyati ham bor. Ya'ni sinab ko'ramiz. Uzr, endi kamol deb qiymat beramiz va uni chiqarib ko'ramiz. Ishlatib ko'raylik. Ozroq tahlil qilaylik. Dastlab my name nomli o'zgaruvchi yaratdik let yordamida va unga Jamol deb qiymat berdik. Chiqarib ko'rganimizda mana Jamol so'zi hosil bo'ldi. Keyinchalik my name ga Kamol qiymatini berdik va chiqarib ko'rganimizda endi Kamol so'zi hosil bo'ldi. Demak, siz o'z o'zgaruvchingizning qiymatini dasturning istalgan joyida o'zgartirishingiz mumkin ekan. Endi yana sizga aytib o'tmoqchiman. Mana bu yerda bir misol bilan yozib, mana bu yerda biz yana bitta my name deb nomlangan o'zgaruvchi yaratdik. Keling endi chiqarib ko'ramiz. Ishlatib ko'raylik. Mana Kamol, Kamol va yana Kamol. Bu yerda biz yaratgan my name Islom chiqarilmadi. Chunki bu misol bilan sizga nimani ko'rsatmoqchiman? JavaScriptda muhim ekan siz qanday registrda ishlayotganingiz. Ya'ni mana bu my name bilan bu my name nomi bir xil bo'lgan bilan
harflari farq qilar ekan. Shuning uchun xo'sh, aytaylik my name bu ham boshqa o'zgaruvchi. My name bu ham boshqa o'zgaruvchi va hokazo har qanday harflarni, registrlarni o'zgartirib siz yana yangi boshqa o'zgaruvchilar yaratishingiz mumkin. Bu albatta yaxshi ish emas, chunki siz qaysi holatda qaysidan foydalanganingiz keyinchalik esingizdan chiqib qolishi mumkin. Yaxshi emas deb yozib qo'yaylik. Xo'p, dasturimizda nechtagacha o'zgaruvchi yaratish mumkin degan savol tug'iladigan bo'lsa, bu hech qanday cheklovga ega emas. Bu savolga javob istalgancha. Siz o'z loyihangizni kattalashtirib borishingiz davomida o'nlab, yuzlab va hattoki minglab o'zgaruvchilarni yaratishingiz va ular bilan ishlashingiz mumkin. Endi odatda o'zgaruvchini yaratish jarayoni undan foydalanishingizga imkon qadar yaqinroq joyda amalga oshiriladi. Ya'ni siz qachon my name o'zgaruvchisidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, o'shanda let yordamida bu o'zgaruvchini yaratasiz. Shunda sizni dasturingizni o'qiyotganlar dasturingiz mantiqini, ya'ni logikasini osonroq tushunishadi. Xo'p, har doimgidek sizga bir topshiriq tayyorlab qo'ydim. My dream o'zgaruvchisini yarating va uning yordamida men kelajakda dasturchi bo'laman gapini chiqaring konsola logo yordamida. Keyinchalik bu gapni men kelajakda buyuk dasturchi bo'laman gapiga almashtiring. Ya'ni farqi bu yerda buyuk so'zi yo'q, bu yerda esa buyuk so'zi bor. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.